Xo'p, hurmatli erkaklar, sizlarni umuman har taraflama erkak sifatida tanitib turgan bu organizmlaringizdagi gormonlarning qiroli bo'lgan testosteron hisoblanadi. Ko'pchilik erkaklarda testosteron miqdori tushib ketadigan bo'lsa, birdaniga dori-darmonlarga yuguradi, turli xildagi mo'jizakor preparatlarni ichishga harakat qiladi. To'g'ri, preparatlar ma'lum bir miqdorda agar to'g'ri tanlansa yordam beradi, lekin ular afsuski bizaga bir umrga effekt qilib bera olmaydi va testosteronni balandroq saqlash uchun biz birinchi navbatda o'zimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi va qanaqa qilib o'zgartirishimiz kerak shu haqida ma'lumot beraman. Birinchisi, uyqungizni to'g'rilang. Albatta, yetarli miqdordagi 7-8 soat davomidagi uyqu organizmning to'liq tiklanishi, testosteron erkaklik gormonini to'liq ishlab chiqarish uchun yetarli hisoblanadi. Ya'ni bu organizmni surunkali charchoqdan himoya qiladi, nerv tizimini ham himoya qiladi va butun organizmda biz uchun kerak bo'lgan gormonlarning tiklanishi uchun o'ta muhim narsa hisoblanadi. Agar kechasi bilan telefon ko'rib yotsangiz yoki ish rejimingiz kechasi bo'ladigan bo'lsa, unda yaqin yillarda o'zingizda muammolarni paydo bo'lishiga tayyor turavering. Ikkinchisi, bu sog'lom ovqatlanish. Sog'lom ovqatlanish nafaqat testosteronning yuqoriligi uchun kerak, balki organizmni yashartirish, umuman ichki a'zo tizimlarni yaxshi holatda saqlab turish uchun ham zarur hisoblanadi. Bu degani faqat go'sht yeyish kerak degani emas. Ratsionni xilma-xil qilish kerak. Dukkakli mahsulotlar, sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari albatta qo'shilishi kerak. Bundan tashqari meva sabzavotlar ham. Uchinchisi, stressdan xalos bo'lish kerak. Stress davrida organizmda kortizol miqdori juda ham yuqori holatga yetadi va bu esa testosteron miqdorini kamaytiradi. Stressdan qanaqa qutulsa bo'ladi? Boriga shukr qilish kerak. Ongingizni shu narsaga ko'ndira olishingiz kerak va albatta xayolingizdagi turli xildagi ong ostidagi qo'rquvlarni chiqarib tashlashga harakat qilish kerak. Va shundagina o'zingizni boricha qabul qilsangizgina stresslardan qutulasiz. Ya'ni albatta kimgadir qarab yashash kerak emas va bu hozirgi ko'pchilik holatlarda yoshlarni stressga soladigan faktorlardan bittasi hisoblanadi. To'rtinchisi, semizlikni oldini olish kerak. Ya'ni doimiy sport, kardio mashqlar, harakat. Ularning mavjudligi albatta organizmni semirib ketishidan oldini oladi. Albatta semizlik bu turli xildagi testosteron miqdorini pasaytirishga va ayollik gormonlarini ko'tarilishiga olib keladi. Beshinchisi esa albatta o'zingizni atrofingizni qamrab olgan insonlarga ham bog'liq. Agar bu insonlar doimiy sizni turli xildagi zararli odatlarga chorlovchi, sizni turli xildagi stress holatlariga soluvchi insonlar bo'lsa, bu insonlardan voz kechilgani ma'qul. Iloji boricha testosteroni baland bo'lgan erkaklar bilan yaqinroq bo'lsangiz, aynan o'shalardagi energiya, o'shalardagi motivatsiya, o'shalardagi harakatdan siz ham o'zingizga andaza olishga harakat qilasiz va siz ham o'zingizni xuddi shunaqa qilib tarbiyalay boshlaysiz. Va buning natijasida siz ham xuddi o'shanaqa holatga kelasiz. Demak, yuqorida aytib o'tilgan tavsiyalar bu oddiy tavsiyalardek tuyulishi mumkin, lekin hayot tizimimizga shu narsani agar to'liq joriy qila olsak, bizda turli xildagi jinsiy hayot bilan bog'liq muammolar kuzatilmaydi. Xuddi shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar uchun Vatan tibbiyot markaziga obuna bo'lishni unutmang.